9 va 4 raqamlaridan deyarli foydalanmaydigan davlat qaysi ekanligini bilasizmi? Ha, bu Yaponiya. Chunki 4 o'lim, 9 azob-uqubat ma'nosiga o'xshab talaffuz qilinadi. Shu sababli mehmonxona va kasalxonalarda deyarli bu raqamlar ishlatilmaydi. Ko'plab yaponlar o'zlarini aniq bir din vakili deb hisoblamaydilar, balki hayotning turli jabhalarida sinteizm va buddizm an'analariga amal qilishadi. Yaponiyada din kundalik hayotning ajralmas qismi bo'lsa-da, ko'pchilik uni shaxsiy e'tiqod sifatida emas, balki madaniy urf-odat sifatida qabul qiladi. Yaponiyada 100 yoshdan o'tganlar soni 90 mingdan ortiq va bu ko'rsatkichdan u dunyoda birinchi o'rinda turadi. Yaponlar ko'pchiligi bolali bo'lishdan ko'ra uy hayvonlarini boqishni afzal ko'rishadi. Yana bir muhim fakt shundaki, Yaponiya poyezdlari soatiga 320 km tezlikda yuradi va agar u 1 daqiqaga kechiksa, bu yirik yangilik bo'ladi. Aokigahara o'rmoni o'z joniga qasd qilish o'rmoni nomi bilan mashhur. Bu yerda har yili 100 ga yaqin odamlar kelib o'z hayotlariga nuqta qo'yishadi. Qaysi fakt siz uchun qiziq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring.